Nemis tilida lug'at yodlayapsiz. 10 ta so'zni bir martadan yodlagandan ko'ra bitta so'zni 10 martadan yodlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga unaqa deyapman? Chunki kecha dars o'tdim va o'quvchim so'zlarni yodlab chiqqan, lekin darsda so'raganimda esa esidan chiqib ketyapti. Chunki nima qilgan? Faqatgina bir martadan yodlab chiqqan ularni va to'laqonli o'ziniki qilmagan. Bir dars mobaynida bilmagan so'zlarni yozib oldim. 11 ta so'zni bilmadi. O'sha narsalarni yozib, o'zimga notering qilib olganimdan keyin o'sha ikkita so'z so'radim va uchinchisida o'sha bilmagan so'zlarni so'rab turdim. Qayta so'rab turdim. Va o'sha so'zlarni kamida 7-8 marta so'radim. Uchinchi so'ragan paytimda bitta so'zni baushteli, ikkita so'z o'tqizaman, yana baushtelinni so'radim, 3 ta gap o'tqizaman, yana baushtelinni so'ragan paytimda o'sha narsani uchinchisida kulyapti o'quvchim. Nimaga kulyapti? Chunki u bilyapman, nimaga so'rayapsiz degan ma'noda. Va to'rtinchisida o'zi o'sha so'zlarni birma-bir aytib berdi, bilmagan so'zlarni. Ya'ni men qo'shib bordim, faqatgina bitta so'z so'ramayman. Ikkita so'z o'tqizgandan keyin o'sha baustelle, undan keyingisi die Bank nima edi deyman. Misol uchun berühmt, beraten, berichten, mana shular nima edi desam, hammasini o'zi bitta aytib beradi va oxirgi 8-7 marta so'raganimda hamma so'zlarni bitta o'zi esidan aytib berdi. Misol uchun Baustelle, die Bank, beraten, berichten, berühmt, bekannt. Mana shu so'zlarni hammasini bitta hammasi o'zini aytib berdi. Xulosa shuki, so'zlarni bir martadan emas, 10 martadan yodlaydi. Ya'ni yodlaganingizcha o'sha narsa sizga yod bo'lib ketgunicha, bezib ketguningizgacha o'sha yodlashingiz kerak bo'ladi.